Keyingi mezonimiz bizda transfer narxlaridan foydalanish. Transfer narxlar haqida o'zi qisqacha tushuntirish berib o'tadigan bo'lsak, agar siz o'zaro aloqador shaxs bilan ishlasangiz, offshordan import tovar olib kelsangiz yoki import xizmat kirim qilsangiz, mana shu holatlarda transfer narxlari yuzaga keladi. Transfer narxlarda nima uchun soliq organida qiziqish uyg'otadi? O'sha o'zaro aloqador bo'lganligi sababi o'sha yerda o'zining manfaatlari uchun narxlarni oshirib ko'rsatish yoki kamaytirish ko'rsatish holatlari bor yoki yo'qligi tekshirib ko'riladi. Agar sizda ham shunday holat bo'ladigan bo'lsa, transfer narx bo'yicha hujjatlar tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Biz yaqinda hozir rejalashtirib turibmiz o'sha nomzodlar shakllantirilgan transfer narx bo'yicha ishlagan, o'zaro aloqador tovar olgan, tovar sotgan yoki xizmatlar olib sotgan korxonalar ro'yxati, ulardan o'sha transfer narx bo'yicha hujjatlarni talab qilamiz deb turibmiz. Bizda o'sha agar sizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, hujjatlashtirish qanaqa tayyorlanadi? O'sha bizda birja kotirovkalari bor. Agar ichki bozor miqyosida ko'radigan bo'lsak, butun dunyo miqyosida ko'radigan bo'lsak, TP Catalyst kabi o'sha narxlarni, korxonalar marjasini, sohasi va tovarlar kesimida ko'rsatib beradigan shunaqa sistemalar bor. O'sha sistemalardan transfer narx diapazonidan chiqib ketmayaptimi? O'sha siz belgilayotgan narx, shuni tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Agar chiqib ketayotgan bo'lsa, misol uchun siz qimmat olib kirayotgan bo'lsangiz, aslida arzon bo'lishi kerak bo'lgan tovarni yoki siz zarardagi korxonaga yoki imtiyozi bor korxona yoki pasaytirilgan foyda solig'idan pasaytirilgan stavkasi bor korxonaga tovarni arzon narxda berib, u keyin qimmatroq sotayotgan bo'lsa, mana o'sha holatlar transfer narxga obyekt bo'ladi. O'sha holatda transfer narx bo'yicha qo'shimcha o'sha yo'qotilgan soliq bazasini soliq hisobotlarida aks ettirib qo'yish kerak bo'ladi va hujjatlarni ham taqdim etish kerak bo'ladi soliq organiga. Mana bizda hozir bu yerda eng katta yirik bitimlar olingan 10 ta savdo korxonasi o'ziga aloqador bo'lgan materialist kompaniyasidan yoki dachерный kompaniyasidan yoki bitta materialist kompaniyani ikkita dochkalari bo'lgan o'zaro aloqador shaxslardan tovarlar xarid qilgan 1.8 trillion so'mlik. Shular bo'yicha lekin hali hech qanaqa bizga transfer narx bo'yicha hujjatlarni taqdim etmagan, nomiga taqdim etilgan transfer narx bo'yicha уведомление bor. O'sha yerda bizda mana shu korxona bilan ishlaganmiz, summada tovar olganmiz degan hujjatlar bor, lekin to'liq hujjatlar taqdim etilmagan. U yerda o'sha sizga tovar taqdim etayotgan korxonaning o'rtacha marjasi bozor marjasiga tushadimi yo'qmi, tovar narxi transfer narx diapazonidan chiqib ketmaydimi yo'qmi, funksional tahlil, iqtisodiy tahlil, keyin risklar tahlili degan bo'limlar bo'ladi. O'sha bo'limlarni to'ldirib hujjat taqdim etish so'raladi shunda.